Mana biz telefonimizda ham yuklab olganmiz. Mana shaffof qurilish kirib, mana shu yerda nima xohlasak yuklab, qaysi obyektga xohlasak, qaysi tender qanaqa summaga, qanaqa maktabmi, bog'chami, mana shular hammasi shu yerdan turib nazorat qilib iloji bor. Telefon orqali. Xohlasak hujjat topshirib, juda katta imkoniyatlar bor. Shaffof qurilishga kirib, kerakli hujjatlar u yoqda hammasi ko'rsatilgan. O'sha hujjatlarni yig'indisini hammasini yig'ib topshirasiz. To'lovlari bor, to'lovlar qilasiz. Bo'ldi. Faqat bu kun balingni ko'tarib beraman. Yo'q, u hammasi yolg'on. U yolg'on. Hammasi yolg'on. Balingiz o'zi nimaiki bo'lsa, o'sha bilan o'sha obyektga kuchingiz yetgan obyektga kirasiz. O'shanga bemalol yetasiz. Hozir hammaga rostakasi imkoniyat ochildimi? Любой yuk ola olyaptimi? Ya'ni qanaqadir obyekt. Yo'q, mana qarang, misol hamma qaysi bir quruvchi baliga qarab obyektga kiradi. Bu yerda misol bali ikkita S bo'lib, tepa bitta B kira oladigan nimaga kira olmaydi. Misol yutib ola olmaydi. Kira oladi, lekin yutib ola olmaydi. O'zini kuchi yetadigan, misol ikkita S, uchta S bo'lsa, o'ziga kuchiga yetadigan obyektga kirib, yutib olish imkoni bor. Ha, tushunarli. Demak, qancha toza o'zingiz, ya'ni tadbirkor o'zi toza ishlasa, demak, bali ham katta. Xuddi shunday, xuddi shunday. Qanchaki obyektingiz ko'p qurilgan bo'lsa, u bal beradi, unga adlanadi. Qancha ishchilaringiz ko'p bo'lsa, ishchilaringizga oylik soliq oyligi nimalari ko'p to'lagan bo'lsangiz, o'shanda ham katta bal yig'iladi. Texnikalar bor. Texnikalar o'sha ko'rsatilgan nimalarga mos keladigan texnikalaringiz bo'lsa, o'shanga ham bal beriladi. O'shani hammasi yig'indisini olib, o'shanga bal beriladi. Ha, o'shanda umumiy reytingingiz umumiy reyting kelib chiqadi. Ha. Bizning reytingimiz hozirgi kunda bitta B.